Xo'sh, qalaysiga bu yerga joylashtirsam bo'ladi? Xo'p, birinchi ochib olamiz katta qilib. Okey, buni olamiz, qo'yamiz. Tak, buni olamiz, qo'yamiz va keyingisini ham olamiz, qo'yamiz. Bo'ldi, buni joyi ko'rmasligi kerak nima bo'lsa ham. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Joha va do'stlar ko'rib turganingizdek oyog'imda oppoq krossovka, yangi krossovka bo'ldim. Mayli uni maqtanib o'tirishim shart emas. Albatta jigarlar, sizlar yangi video rolikdasizlar va kanalga tez obuna bo'lishingizni so'rab qolaman, chunki bundanda zo'r video roliklarni o'tkazib yubormaslikni xohlasangiz, tez kanalga obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta obunachidan oshirib yuborishim kerak kanalimda. Chunki men bunga majburman. Bilasizlar, YouTubedan daromad topishning yagona yo'li mana shu. Albatta sizlardan iltimos qilib qolardim, videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki video juda ham qiziq bo'ladi. Chunki hozir meni do'konchi mana bratan chaqirtirgan. Nimadir ishi bor ekan, lekin nimaligini aytgani yo'q. Tak, assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Jo'xa, ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. O'zingizda ham yaxshimi? Ha, juda ham zo'r. Senga bitta ish bor. Agar qilaman desang, soqqali ish. Bo'ldi, gap yo'q, brat, qilamiz, gap yo'q. Qanaqa ish? Qarochi, qo'y go'shti kerak 10 ta. Evaziga 3000 dollar beraman. Seryoz, 3000 dollar berasizmi? Atik 10 ta qo'y go'shiga? Ha, faqat qo'ylarni tez-tez o'ldirib, sveji holatda olib kel go'shtlarni. Bo'ldi, bratan, kelishdik. Hozir olib kelaman, keyin berasiz pulni, xo'pmi? Bo'ldi, kelishdik. Davay, tezlash. Ha, bo'ldi, bratan, addushi. Как раз o'z pul kerak edi, kompyuter olmoqchi edim. Chunki videolarim juda ham sifatsiz bo'lyapti. Sizlar belgili baholanglar, qarochi kommentariyaga videolarim nechidan nechi, undan nechi baho berasizlar videolarimning sifatiga. Ya'ni qiziqarli bo'lyaptimi yoki qanaqadir kamchilik bo'lsa aytinglar. Nima, mana shu joyi shunaqa bo'lyapti desanglar, men videolarimni to'g'rilashga harakat qilaman. Albatta sizlarning fikringlar men uchun juda ham muhim do'stlar, chunki sizlar menga qanaqadir fikr aytmasanglar, men videolarni qanaqa tartibda olishni, qanaqa mavzuda video olishni bilmayman. Sizlarga qiziqarli video bo'lishi kerak. Va qishloq, qalaysan? Kibr ekan. Manosi ham kibr ekan. Va janob, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, Jo'xa, o'zing qandaysan? Yaxshi, rahmat. Mana ikkalasi vobshe kibr bo'lib ketgan, ko'ryapsiz? Qochib ketdi, salom bersam haliga olmay. Salom bergani yo'q-ku. Menga ham salom bermading. O'zing kimsan? Kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'xa, qandaysan? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Yo'qole, jiddiy bo'lib qopmiz ikkalamiz ham. Ha, to'g'ri aytasiz, bo'pti. Ana bu vobshe g'alati. Voy, san ikkalangiz qochib ketdingmi Hasan Husanlar? Ha? Sanlar hali kibr bo'lib ketganmisizlar? Yo'q, birozda biz qo'llashmachoq o'ynayapmiz. Sanlar ko'p katta bola bo'lib, endi qo'llashmachoq o'ynaysanlarmi? Undan ko'ra berkinmachoq o'ynasanglaring bo'lmaydimi? Bor, berkinmachoq o'yna, sen yashir, sen top, xo'pmi? Bratanlar, turishni qaranglar. Sanlar bilan valaqlashib o'tirgandan ko'ra tezroq borib go'sht topib kelganim ma'qul. Tak, go'sht topish kerak. Go'sht, tezroq go'sht topish kerak. Tak, qayoqda go'sht bo'lishi mumkin? Qayerda? Qo'y topish kerak avval. Qo'y bo'lsa go'sht bo'ladi albatta. Lekin qayerdan qo'y topaman qizig'i? Birorta qo'y topilmayapti atrof muhitdan. Mana shu tomonda ot bor ekan, cho'chqa haram-ku. It is haram, not. Yeb bo'lmaydi, not eating. Qarochi, qo'y topish kerak. Qo'y qayerdadir ko'rganday bo'lgan edi. Adashmasam shu yaqin atrofda bo'lishi kerak. Lekin cho'chqalar juda ham ko'p. Bizga cho'chqa kerak emas. Shunday qilib o'rmonga kirib ketaveramanmi? Yo, o'rmondan qo'rqaman-ku men. Yoki qo'rqmaymanmikan? Ha, nima deysizlar? Qanaqa qo'rqish kerak ham, qo'rqmas kerak, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Tak, nahotki shuncha joyda birorta qo'y bo'lmasa, menimcha hamma qo'ydan bratni o'zi o'ldirib olgan. Menga hech qanaqa qoldirmagan qo'y o'ldirishim uchun, balki yashinib olgandir, qo'ylar qayerdadir. Men ularni o'ldirishimni bilib turib avvaldan yashinib olgan bo'lsa, juda ham aqlli qo'ylarimiz bor. Tak, yaxshisi qishloqda boshqa tomonga o'taymikan? Tak, mana shu tomonlarni izlab ko'ray, chiqan topolsam topaman, topolmasam topmayman. Qarochi, tak do'stlar, 9 donagina go'sht topdim. Yana bittani qayerdandir topishim kerak, lekin qayerdanligiga hayronman. Nahotki qo'ylar birdan qirilib ketgan o'zi, shu 9 tani ham adashmasam naqd 3 soat izlab qo'ylarni topib zo'rg'a o'ldirdim. Lekin yung biroz kam, ya'ni 6 tagina yung berdi. Buni bermayman do'konchiga, buni o'zimga ishlataman. Qarochi, lekin menga hech qanaqa foyda qolmayapti. Agar 10 ta topmasam, menimcha 3000 dollar bermasa kerak bratan. O'shaning uchun tezroq yana bittani qayerdandir topishim kerak yoki shunchaki taslim bo'lib qolsammikan? Kommentariy yo hamma narsani kommentariyaga sizlardan so'raversam, o'zim nima ish qilaman? Videoni ham sizlarga olinglar desam olasizlarmi? Kommentariyaga mana buni ham kommentariy yozib qoldiringlar deymanmi? Menga nimadir bo'lyapti o'zi. Nima bo'layotganini kommentariy yozib qoldiringlar desam yana. Yo'q, bo'ldi, yozib o'tirmanglar, shart emas. Qarochi, ana endi tezroq qishloqqa otni go'shtdan qo'yib yuboraymikan bittasiga? Yo'q, otam yeb bo'lmaydi adashmasam. Otni go'shtni yesa bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Uni so'rab ko'rish kerak, kimdandir do'konchiga aytaymikan, ot go'sht olib kelay, pul berasizmi desam, yo'q, olib kelma, pul bermayman, yo'qol desa,
zo'r bo'lardi. Lekin uni qanaqasiga zo'r bo'lishini o'zim ham bilmayman. Tak, do'konchimizni uyi qayerda edi, o'zim ham bilmayman. Tak, mermi mana u? Mer uyida nimadir qilyapti. Shkafiga nimadirlarni yuklayapti. Keyin yana nimadirlarni yuklayapti va keyin yana nimadirlarni yukladi. Endi esa keyin yana nimadir yuklash uchun qidirdi, topdi, yukladi. Keyin mana u to'stni yo'ldi, keyin ana u nimadir qildi, keyin bu tomonga o'tdi, keyin mana u ketdi, keyin men ham ketdim. Nima qilyapti? Nimadir qilyapti-da mer, короче, nima ishim bor birovni nima qilayotgani bilan. Yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum assalom, senga ham yana bir bor. Nima bo'ldi, olib keldingmi? Ha, 9 ta, lekin bitta topolmadim to'g'risi. Ha, mayli, bo'laveradi 9 ta bo'lsa ham. Bunda puldan $300 kam ol. Bo'ldi, brat. Addushi hurmatsiz bor. Tak, go'shtlarni shu yerda qoldiraymi yoki o'zingizga beraymi? O'zimga ber, ularni pishirib qo'yishim kerak. Ha, bo'ldi hozir. Tak, 1 2 3. Tak, $300 ni qoldirdim. Mana hozir sizga buni go'shtlarni beraman, mana. Bo'ldi, juda ham yaxshi, svejiy ekan. Rahmat Jo'xa, xizmatingga rozi bo'l. Albatta roziman, siz ham pullaringizga rozi bo'ling. Xo'p, yana ish bo'lsa senga aytaman, jigar. Hop, rahmat Addushi bratan. Tak bir jigar deydi. Men u mendan juda ham katta odam, lekin jigar deydi. Juda ham yaxshi muomalasi. Menga yoqadi shu bratan, to'g'risini aytsam. Endi fermada biroz ishim bor, lekin ana qishloq merini qilgan ishi sal g'alatiroq tuyuldi menga. Hozir borib bir so'rab ko'raman. Janob, nimani bunaqa u yoqdan bu yoqqa olib qo'ydingiz? Nima bo'ldi? Tushunmay qoldim deyman. No, keyin aytadi nima qilayotgan, tak instrumentlar kerak bo'ladi menga. Nima kerak bo'ladi desanglar, birinchi o'rinda polizimda ishlashim kerak, keyin mer aniq bilaman nimadir ish buyuradi hozir borsam, o'shanga tayyor bo'lish kerak. Menimcha nimadir olib ket desa kerak. Janob mer, hozir siz mana xonangizda edingiz, qanday tez chiqib qoldingiz? Yaqin joyga bir qadam qo'yib chiqdim. Bitta savol bor-da. Qanaqa savol? Короче, hozir yerdan nimadir olib shkafingizga joylashtirdingiz, lekin tushunmay qoldim. Nima narsa edi u? Ishing bo'lmasin. Senga bitta ish bor. Tezroq o'sha ishni qilib tasha undan ko'ra. Qanaqa ish? Короче, borib menga daraxt olib kel, ber 20 ta. 20 ta? Ha, yo, mayli, o't olib kel. Ishing qiyin bo'lmasin. Sening o'zing shaxsiy ishlaring bor. Mayli, hozir olib kelaman. Tak, 10 ta daraxtni nima qilmoqchi bratan, men hayronman. Tak, 10 ta daraxt olib kel, 10 ta daraxt olib kel, 10 ta. Wow, qo'shiqda ham yorib yubordim boru. Xo'sh, 10 ta bo'lish uchun yana 4 ta olishimiz kerak. 4 tani bitta daraxtdan iloji bo'lsa olish kerak, chunki qaysidir daraxtdan ko'proq olib qo'yadigan bo'lsam juda ham yomon ish bo'lib ketishi mumkin. Mayli, mana shuni olamiz. Nechta bo'lsa ham, tak 11 12 ta ekan. Mayli, 12 ta bo'lsa ham ko'pi bilan ortig'i bilan aytsak hech narsa qilmaydi. Tak, mer nima qilyapti ekan? Voy, yana nimadir jo'ylayapti-da. Mana shu narsa vobshe qiziqtirib qo'ydi, to'g'risini aytsam. Mer mendan nimadir yashiryapti, bilyapsizlarmi shuni? Endi so'ragandim, borib ish qilib kel deb menga buyurdi. Hozir ko'ramiz. Hozir borayin ko'radi mendan. Borayin. O'sha mana yashirdi. Hozir borgunimcha agar xonasiga o'tib qoladigan bo'lsa, demak, merda super tezlik bor. Voy! Janob, siz hozir xonangizda edingiz-ku. Menda super tezlik bor, o'tib qoldim. Gaplaringni ham eshitdim. Mayli, men короче 12 ta daraxt olib keldim. Qayerga qo'yay? Xonamga kiritib sandiqqa qo'yib qo'y, lekin shkafni ochma. Mayli, ochmayman. Tak, shkafni ochma. Tak, sandiqqa joylaymiz mana. Lekin men bilmadim, lekin men uni aytganini qilmayman. What the? Kompyutermi? To'xta, stop. Brat, kompyuter oldingizmi o'zingizga? Yo'q, men o'zimga nima qilaman? To'g'risini aytaymi? Ha, ayting. Senga oldim sovg'a qilishga. Qishloqda juda ham ko'p mehnat qilib yaxshi odam bo'lib yuribsan. Senga bu sovg'a, Addushi, rahmat. Olib uyingga borib zo'r video kontentlar tayyorlab, obunachilaringni xursand qil. Obunachilariga meni oldindan salom ayt. Ha, mayli, rahmat brat. Addushi, kakras o'zi kompyuter olaman deb pul yig'ayotgandim. Kakras meni bratanim o'zimda. Короче, yordam berib meni. Addushi bratan, katta rahmat. Boringizga shukr, siz ham 100 yoshga kiring. O'zi salkam 100 ga kirganman-ku. Ha, unda 1000 yoshga kiring, bo'pti. Короче, juda ham xursandman. Dahshat, vobshe dahshat xursandman. Uyim qayerda? Uyimda ham yo'qotib qo'yibman. Tak, o'zi bu kompyuterlar o'rnatishim kerak. Ko'rdinglarmi, obunachilar, sizlarga salom aytdi janob mer. Janob meriga ham salom deb kommentariy yozib qoldiringlar va hozir videoni nechinchi minutligini ham yozib qoldiringlar. Men to'g'risi aytsam, nechinchi minutga kelganimni o'zim ham bilmayapman. Tak, hozir mana bu kompyuterlar o'rnatishim kerak. Men ikkinchi qavatga o'rnatmoqchiman, chunki ikkinchi qavatim просто tak bo'sh turibdi. Tak, bir qavat tosh olib tashlaymiz bu yerdan, chunki boshim tegib qoladi kompyuterdan tushganimdan keyin, ya'ni o'tirib kompyuter ishlataman. Kompyuterdan tushganimdan keyin boshimda urib olishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bir qator bu yerdan yo'q qilamiz. Chotki mana. Ana endi hozir ko'rasizlar qanaqa
Ye, bitta stulmi? Qanaqasi bu? Yo, stul emas, stol. To'xtanglar, menga daraxt kerak. Daraxtim yo'q. Tosh qo'yib yuborar ekanman-da bo'lmasa. G'alati. Juda g'alati. Mayli. Iloji yo'q, tosh qo'yar ekanmiz. 2 tosh qo'ysak, menimcha yetsa kerak. Xo'sh, mana u kreslo, qizil kreslo. Menga qizil rang unchalik yoqmaydi-yu, atak yo'qdan ko'ra bor. Wow, protsessorni qaranglar. O'ynasi qaysi tomoniga? O'ynasi, shu tomoniga mana yonadi. Dahshat, dahshat, dahshat. O'rtaga qo'yamiz, ikkita monitor, ikki tomonlama, ya'ni chap hamda o'ng. Wow, dahshat. Voy, baribir boshim urilar ekan-ku. No, dahshat ko'ryapsizlarmi? Minecraftda udar videolar olaman endi sizlar uchun. Men juda ham xursand qildi, meni to'g'risini aytsam. Wow, otlarni qaranglar turishini. Sizlarga qaysi hayvon yoqadi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu men uchun qiziq. Har bir kommentariy o'qib ko'raman. Voy, boshimda ham o'ryapman. Lekin dahshat bo'ldi uyimni qaranglar. Birinchi qavatda qaranglar, shuncha narsam bor. Ikkinchi qavatda meni boyligim, kompyuterlarim. Wow, dahshat. Prosta tak, wow, dahshat. Yana ikkita stol bo'lganda zo'r bo'lardi. Endi tosh ustiga qo'ydim, kompyuterlarim kuyib qolmasa bo'lgani. Kuyadimi, kuymaydimi kommentariy yozib qoldiringlar. Sizlardan hamma narsani so'rab ish qilyapman, ko'ryapsizlarmi? Hozir bitta sakrab mana shkafning ustiga tusha olamanmi? Kelinglar o'ynaymiz spor. Endi bitta sakrab narvonga ilinib olamiz va tushamiz. Bu parkurchik bo'lsa ham bo'lar ekan, ko'ryapsizlarmi? Dahshat qilib tashlayapman. Hozir notebookdan Minecraft kompyuterimga o'tkazib olay, keyin mazza qilib o'ynayman. Birinchi to'xtanglar, kamerani qo'yish esdan chiqibdi-ku. Kamerani qo'yamiz, to'xtanglar. Mana shu yerga qo'ysa, bu yerga qo'yib bo'lmas ekan. Qayerga qo'ysak bo'ladi buni? Kamerani qo'yib bo'lmas ekan. No, qayergadir hozir qo'yishga menimcha imkoniyat tug'ildi-yu. Mana. Shu yerga. Bu yerdan qandaysiga men o'zim ko'raman keyin. Ya'ni men o'zim qanday ko'rinaman videoda. Videoda ko'rmay qolaman bu yerga qo'ysam. Короче, kamerasi video olaman. Короче, bo'pti, Keyingi video ko'rishguncha xayr jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.